Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun darsimiz 12-ma'ruza darsi, ya'ni o'zgarmas elektr toki haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bugungi mavzumizdagi rejalar: elektr toki, tok kuchi birligi va uni zichligi, elektr yurituvchi kuch, kuchlanish, elektr qarshiligi, zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni, Kirkov qoidalari va tokning bajargan ishi Joule-Lenz qonuni haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xo'p, birinchisi, ya'ni elektr toki. Elektr zaryadlarining tartibli harakati bu elektr toki deb ataladi va musbat zaryadlarning harakat yo'nalishi elektr tokini yo'nalishi deb qabul qilingan. Ya'ni mana bu o'tkazgich ko'ndalang kesim yuzi ko'rsatilgan. Xuddi nimada elektr toki oqib o'tayotgan o'tkazgichni kesim yuzasi. Demak, manfiy elektronlar chap tomonga qarab harakat qilyapti. Elektr tokini yo'nalishi esa musbat zarrachalarning harakati, ya'ni o'ng tomonga qarab berilgan. Xo'p, tok kuchi deb nimaga aytiladi? Elektr tokini o'lchov miqdori hisoblanib, berilgan yuzadan kichik vaqt oralig'ida ko'chirilgan dq zaryadning shu dt vaqt oralig'i nisbatiga teng bo'lgan fizik kattalik tok kuchi deb ataladi. Ya'ni I barobar dq taqsim dt. Ya'ni zaryad miqdorini vaqtga nisbati bu elektr tokini kuchini ifodalaydi ekan. Xo'p, tok kuchini birligi bu amperlarda o'lchanadi. Ya'ni elektr tok kuchi birligi amper, ya'ni 1 metrli o'tkazgichning har bir qismida 2⁻⁻⁷ newton ta'sir kuchi hosil qiladigan vakuumda 1 metr oraliqda joylashgan, hisobga olmaydigan darajada kichik ko'ndalang kesim yuzasiga ega bo'lgan cheksiz uzunlikdagi to'g'ri chiziqli parallel joylashgan o'tkazgichlardan o'tayotgan o'zgarmas tok kuchiga aytiladi. Va bu yerda elektr tokini yo'nalishiga qarab, demak, o'tkazgichlarning bir-biriga o'zaro ta'sir kuchi hosil bo'ladi. Ya'ni tokni yo'nalishi qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, bir-biridan qochadi. O'tkazgichlar tokni yo'nalishi ikkalasida ham bir xil bo'lsa, bir-biriga qarab tortilishini kuzatishimiz mumkin. Tok kuchi zichligi. Bu o'tkazgichning bir-birlik ko'ndalang kesim, ya'ni ds yuzasidan o'tgan di tok kuchiga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi. Ya'ni tok kuchini zichligi J barobar di taqsim ds va yoki I taqsim s ga teng. Mana shu formula tok kuchini zichligini ifodalaydi. Xo'p, tokning mavjud bo'lish shartlari. Qanaqa? Tokni mavjud bo'lish shartlari, demak, birinchisi tok tashuvchilar, ya'ni tartibli harakat qila oladigan zaryadlangan zarrachalarning mavjudligi birinchi o'rinda. Keyingisi, demak, qandaydir usul bilan energiyasi tiklanadigan elektr maydonning mavjudligi, ya'ni elektr maydon o'sha elektr tok tashuvchilarni harakatga keltirish kerak. Va oxirgisi, zanjirda uzluksiz o'zgarmas tok o'tib turishi uchun Kulomb kuchidan tashqari potensiallar farqini hosil qiluvchi tashqi noelektrik kuchlar, ya'ni elektrga yot kuchlar bo'lishi mavjudligi. Mana shular, demak, tokni mavjud bo'lish shartlari ekan. Tok manbalari orqali zaryadlarga ta'sir qiluvchi noelektrik kuchlar tashqi kuchlar deb ataladi. Xo'p, tok manbalarini bilamiz. Hayotimizda juda ham ko'p foydalanamiz. Ya'ni tashqi kuch hosil qilgan maydon ta'sirida tok manbai ichida elektr zaryadlari elektrostatik maydon kuchlariga qarshi harakatlanadilar. Zanjirning uchlarida potensiallar farqi ta'minlanib turadi. Natijada zanjirda doimiy elektr toki oqadi. Tok o'tkazish uchun elektr energiyasi manbai bo'ladigan qurilmalar akkumulyatorlar deb ataladi. Va kimyoviy energiya hisobidan elektr energiya manbai bo'ladigan qurilmalar esa galvanik elementlar hisoblanar ekan. Tokni ta'siri, ya'ni tokni asosan 3 xil ta'sir bor: issiqlik, kimyoviy, magnet ta'sirlari. Issiqlik ta'siri, ya'ni tok o'tayotgan o'tkazgich qiziydi, ya'ni o'zidan issiqlik ajratib chiqaradi. Kimyoviy ta'sirlar esa elektr tok o'tkazgichni kimyoviy tarkibini o'zgartiradi. Bu hodisa o'sha elektrolitlarda elektr toki o'tayotgan vaqtda kuzatiladi. Magnet ta'siri esa tok qo'shni o'tkazgichlarga o'tadigan toklarga va magnet qismlarga kuch bilan ta'sir o'tkazadi. Bu magnet ta'siriga kiradi.
Elektr yurituvchi kuch, ya'ni qisqartirib EYUK deb ataladi. Bu nima? Birlik musbat zaryadni ko'chirishda tashqi kuchlarning bajargan ishi bilan aniqlanadigan fizik kattalik bu zanjirning elektr yurituvchi kuchi deb ataladi. Ya'ni E harfi bilan belgilangan bu A taqsim Q0, ya'ni bajarilgan ishni zaryad miqdoriga nisbat orqali hisoblanadi. Elektr yurituvchi kuchni bu yerda formulalari keltirilgan yana, ya'ni zaryadga bir vaqtda tashqi kuchlar va elektrostatik maydon kuchlari ta'sir etganda natijaviy kuch quyidagiga teng bo'ladi. Ya'ni bitta zaryadga ta'sir qilayotgan umumiy kuch tashqi kuchlar va elektr maydon kuchlarini yig'indisi umumiysi hisoblanadi ekan. Bu yerda o'sha bajarilgan ishni hisoblash, ikkalasini bir holatdan ikkinchi holatga o'tgandagi integralni hisoblash orqali. Xo'p, elektr toki va o'sha o'zgarmas tok qonunlarini yaratilishida eng ko'p hissa qo'shgan olimlar bular mana shu ikki germaniyalik olimlar hisoblanadi, ya'ni Georg Simon Ohm va Gustav Kirchhoff hisoblanadi. Xo'p, kuchlanish degan narsa bor endi. Ya'ni kuchlanish bu demak zanjirning birinchi va ikkinchi qismidagi kuchlanish tushishi, zanjirning shu qismidagi birlik musbat zaryadni ko'chirishda elektrostatik va tashqi kuchlarning bajargan ishlari yig'indisiga teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi. Ya'ni u kuchlanish A bajarilgan ishni Q zaryad miqdoriga nisbat orqali topiladi. Elektr qarshiligi esa elektr tokni o'tishiga qarshilik qiluvchi o'tkazgichni xususiy elektr qarshiligi xususiyati, ya'ni elektr qarshiligi deb ataladi. Va formulasi R barobar Rho L taqsim S, ya'ni Rho solishtirma qarshilik, L o'tkazgichni uzunligi, S esa o'tkazgichni ko'ndalang kesim yuzasi. Endi solishtirma qarshilik nima? O'tkazgichning solishtirma qarshiligi, ya'ni Rho deb, uzunligi 1 metr va yuzasining ko'ndalang kesimi 1 metr kvadrat bo'lgan o'tkazgichning qarshiligiga aytiladi. Elektr o'tkazuvchanligi esa o'sha elektr qarshilikka teskari bo'lgan kattalikka aytiladi. Solishtirma elektr o'tkazuvchanligi esa solishtirma qarshilikka teskari bo'lgan fizik kattalik o'tkazgich moddasini solishtirma elektr o'tkazuvchanligi deb ataladi. Hop, Ohm qonuni xususiy hollari, ya'ni zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni mavjud. Birinchida ko'rsatilgan zanjirning berilgan qismida tok manbai mavjud bo'lmagan holda Ohm qonuni quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni E barobar U taqsim R. Bu zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni umumiy holatda. Agar zanjir yopiq bo'lsa, ya'ni delta P potensiallar farqini ayirmasi 0 ga teng bo'lsa, u holda zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni formulasi esa mana bu holatga o'tadi. E barobar E taqsim R yoki E barobar E taqsim kichkina r plus katta R. Va yana bir necha xususiy hollari bu yerda keltirilgan. Endi Kirchhoff qoidalari bor. Ya'ni elektr zanjirlaridagi Kirchhoff qoidalari elektr o'sha zanjirlardagi tugunlarda birinchisi ifodalangan. Ya'ni zanjirning tugunida uchrashadigan toklarni yig'indisi 0 ga teng. Ya'ni bu degani vektor yig'indisi, ya'ni kiruvchi va chiquvchi toklar bir-biriga teng bo'ladi. Masalan, mana bu grafikda qizil chiziq bilan berilgan 1-chi, 4-chi va 5-chi toklar tugunga kiruvchi, 2-chi, 3-chi va 6-chi toklar tugundan chiquvchi toklar. Demak, ularni algebra yig'indilari demak 0 ga teng. Zanjir tuguniga kiruvchi tok musbat, chiquvchi tok esa manfiy deb hisoblanadi. Xuddi shunday, demak, ikkinchi qoidasi bor, ya'ni elektr zanjirlardagi tarmoqlar uchun. Tarmoqlarda mana shunday berilgan. Tarmoqlangan elektr zanjirining ixtiyoriy yopiq konturi qismlaridagi tok kuchlarining mos ravishdagi qarshiliklariga ko'paytmalarining algebraik yig'indisi shu konturdagi EYUKlarning algebraik yig'indisiga teng hisoblanadi. Ya'ni mana bu ifoda. Bu yerda ham yo'nalish qabul qilingan, ya'ni soat strelkasi bo'ylab yo'nalish musbat yo'nalish deb qabul qilingan. Agar teskarisi bo'lsa, ifoda mana bu yerda algebraik yig'indisida ayrilma bo'lib ketadi. Hop, endi elektr tokini bajargan ishi. Hop, elektr tokini bajargan ish qanday hisoblanadi? Bajargan ish boya ko'rib o'tgan edik, ya'ni potensiallar ayirmasini Q zaryadga ko'paytmasi orqali ham hisoblab topish mumkin.
ya'ni nisbat orqali degani. Kulon va tashqi kuchlar elektr zanjiri bo'ylab zaryadlarni ko'chirishda ish bajaradi va bu bajarilgan ishni hisoblash esa mana bu formula orqali. Ya'ni asosan A barobar I kvadrat RT yoki U kvadrat taqsim R T ga teng. Tokning quvvati birlik vaqtda bajarilgan ish hisoblanadi. Ya'ni quvvat deb o'sha vaqt birligi ichida bajarilgan ishga teng ekan va formulasi I kvadrat R ga yoki U kvadrat taqsim R ga teng bo'ladi. O'lchov birligi vattlarda o'lchanadi. Joule-Lenz qonuni bor. Keyin Joule-Lenz qonuni bu nimani ifodalaydi? Zanjirning bir qismida doimiy elektr toki ta'sirida ajraladigan issiqlik miqdori tok kuchining kvadratini tok o'tish vaqtiga va zanjirning shu qismidagi elektr qarshiligiga ko'paytmasiga teng. Ya'ni mana bu ifoda. Bu ajralib chiqayotgan o'sha moddadan, o'tkazgichdan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini ifodalaydi ekan. Joule-Lenz qonuni. Электрический ток оказывает тепловое действие. Рассмотрим, почему меняется температура металлического проводника при прохождении по нему электрического тока. Согласно современным представлениям, носителями тока в металлах являются отрицательно заряженные электроны проводимости, которые движутся от отрицательного полюса источника к положительному против линий напряженности электрического поля. Однако движение электронов проводимости в металле гораздо сложнее. Из-за взаимодействия с положительно заряженными ионами в узлах кристаллической решетки это движение происходит по ломаной траектории. Электрон, двигаясь хаотично, все же продвигается по проводнику, дрейфует по нему, как льдина в реке во время ледохода. Рассмотрим движение электронов в кристалле проводника. При движении ya'ni o'tkazgichdagi atomlarga to'qnashish hisobiga trayektoriyasini o'zgartirib harakat qiladi va shuning hisobiga o'zini energiyasini ma'lum bir qismini berib ketadi. Shuning hisobiga o'tkazgich qiziydi. Так электрическое поле совершает работу по увеличению энергии. O'tkazgichlarni qizishi mana shuning hisobiga, ya'ni o'zidan elektr tok o'tganda har qanday o'tkazgich issiqlik ajratib chiqaradi o'zidan. Yani umumiy holatda elektronning harakati sababini ko'rsatgan. После прекращения тока в лампе накаливания тепло отводится в окружающий воздух, спираль накала остывает и лампочка гаснет. Metallardagi elektr tokini harakat holati. Oddiy holatda va elektr toki ulangan vaqtdagi harakat o'tishi. Ya'ni atomdagi o'sha kristal panjaradagi atomlar bilan to'qnashish hisobiga qizishga olib keladi. Носителями тока в металлах являются электроны. Это было Bu показано. yerda ham yana bitta tajriba ko'rsatilgan ularda. Идея опытов состоит в том, чтобы привести металлический проводник в движение, а затем резко затормозить. Если кроме электронов, прочно связанных с ядрами атомов, в металле существуют свободные электроны, которые могут легко перемещаться между ионами кристаллической решетки, то они должны при остановке двинуться вперед, и таким образом возникнет кратковременный ток. Катушка вращалась с частотой 1500 оборотов в минуту в заданном направлении, и при ее торможении в приборе возникал ток, соответствующий подключению левой клеммы к положительному полюсу химического источника тока. Это можно было толковать как движение по инерции в катушке отрицательных зарядов. Так был сделан вывод, что в металлах имеются электроны, которые могут довольно свободно перемещаться по металлическому кристаллу. Значит, эти электроны могли перемещаться и под действием сил электрического поля, создавая в металлических проводниках электрический ток. O'tkazgichlarni volt-amper xarakteristikasi degan narsa bor. Ya'ni volt-amper xarakteristikasi bu shu o'tkazgichdagi tok kuchi va kuchlanishni bir-biriga bog'liqligi hisoblanadi va qarshiliklarni temperaturaga bog'liqligi bor. Ya'ni qarshilik o'sha temperatura oshishi bilan metallarda o'zgarish kuzatiladi. O'shani formulasi. Ya'ni qarshilikni va solishtirma qarshilikni formulalari ko'rsatilgan bu yerda. Endi qarshilik, mana shu qarshiliklarni ketma-ket va parallel ulash degan narsa bor. Ya'ni
ketma-ket ulanish xuddi mana bu yuqoridagi rasmdagi ko'rinish. Ya'ni bir jismni oxiriga ikkinchisini oxiriga uchinchisi ulanishi. Bu ketma-ket ulanish. Va bu yerda ketma-ket ulanganda undagi har bitta qarshilikdagi kattaliklarni miqdorlari qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni tok kuchi ketma-ket ulangan hamma jismda bir xil. Demak, kuchlanish, umumiy kuchlanish barcha ketma-ket ulangan nimalarga qarshiliklarga bo'linib ketadi va umumiy qarshilikni hisoblash esa hammasini umumiy yig'indisi. Yani qarshiliklarni parallel ulash esa mana bu ko'rinishda, ya'ni barcha ulanayotgan jismlarning boshi bitta, oxiri bitta bo'lib ulanishi. Va bu yerda formulalar mana bu ko'rinishga o'tadi. Ya'ni demak endi zanjirdagi tok kuchi mana shu 3 ta qarshilikka bo'linib ketadi. Kuchlanish esa hammasida bir xil. Ya'ni zanjirda qancha kuchlanish kelayotgan bo'lsa, hammasida bir xil o'sha kuchlanish davom etadi. Umumiy qarshilikni hisoblash esa 1 r nisbatda barcha qarshiliklarni yig'indilari qo'shib hisoblanadi. Demak, bugungi o'zgarmas tok qonuniga oid bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Xayr, salomat bo'linglar.